Assalomu alaykum qadrdon, xudo xolasa O'zbekistonda yangicha xohlagan joylarni istalozga qilsa bo'ladigan o'chalarimiz xudo xolasa terib, xudo xolasa yasashlarni boshlaganmiz. Xudo xolasa bularimiz atrobotga moyida yonadigan bo'ladi. Orqasida ko'rasizlar, mana shunaqangi bunkeri bor. Buning ustiga qozonlarni xohlagan turlaringda uyda choynayimiz bo'larni qo'yib turib, bemalol ovqatimizni pishirib, kuydirimizni bemalol foydalansak bo'ladi xudo xolasa. Emasda o'sha orqasida yog' quyadigan bunkerlari bo'ladi. Yerga yog' quyilganda 1 litr yog' 2 soatgacha yonyapti. 2 soatdan oshiq ham yog' ishlash mumkin. Bu o'zlaringning hali o'tini past-baland qilishlaringga bog'liq bo'ladi. Buni birgina orqasida ligirovka bo'ladi, havoda ligirovka qiladigan mana shunaqa datchiklari bo'ladi. Havoda ligirovka qilib, past-baland qilib bemalol foydalansa ham bo'ladi, xudo xolasa mana shu holatda. Endi buni narxiga qiziqqanlarga mana shu bir donasining narxi 550 ming so'mdan chiqyapti. Hozirgi kunda agar misol 10 tadan 20 tadan ko'proq oladigan klientlar bo'lsa, misol hamkorlikni taklif qilamiz, ishlashimiz mumkin birgalikda, xudo xolasa. Qiziqqanlarda ekran pastida nomerlar qoldiramiz, aloqaga chiqib olasizlar. Mana shu videoda qishda uyda gazi bo'lmaydigan yaqin do'stlarim tashlab qo'yganlar chiqmasa, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.